Heyo, va nihoyat qishloqqa yetib keldim. Mana shu yil bo'lsa kerak. Meni siz chaqirgan tiraganmidingiz? Sen Kayl'disan, ortimdan yur. Da, men Kaylanman. Salom. Yangi o'ychimi? Короче, men sizlarga keyinroq tushuntirib beraman, obunachilar. Shu do'kon, endi sen shu yerda ishlaysan. Aha, tushunarli. Kuniga ertalab 8 dan kechki paytgacha 10 gacha ishlaysan. Oylikchi? Oyliga ikkitadan izborot. Ha, ajoyib. Bo'pti, hozirdan ishla boshla. Notebookdan narxlar. Tushunarli. Xo'p, obunachilar, hammaga salom. Sizlar bilan ham so'rasha olmadim. Bir daqiqa, hozir men janob mer bilan uyalishib kerak. Oy, janob. Salom. Salom. Kim kerak edi? Menga janob merni uyi kerak. Janob merni uyi qayerdaligini ko'rsata olasizmi? Janob merni uyi mana bu katta voy. Mana shumi? Ha, shu. Ha, rahmat janob. Janob debman. Janob mer. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Qanday yordam bera olaman? Menga uy kerak edi, qishloqda yashashim uchun. Uy bo'lsa, menda hozir bir nechta nimalar bor, variantlar bor, lekin Ular buzoq sizga aytsam. Sizga qanaqa uy kerak? Tuzatilgan yoki pachaqa? O'zingiz remont qilasiz. Menda hozircha tuzatib olishga sharoitim yo'q, shuning uchun menga tayyor uylardan beravering. tayyor uylarimizdan hozir bittasi bor, bittasi qolgan. Hozir eshikni yopib olay. Ortimdan keling. Mana bu yerda bizda mana bunday uy bor. Xo'p, ichi sal kichkinaroq, ya'ni torroq, lekin yashasa bo'ladi. Yangi remont qilingan, yaqinda remont qilgandek. Xo'p, buni qancha deyapsiz? Buni $5000. $5000? Ha. Hozircha $5000 pulim yo'q, sababi men bu yerda qishlog'ingizda do'konga ishga kirdim. Xo'p, o'shandan pulni qilib bersam bo'ladimi bir hafta ichida? Da, bo'laveradi. Xo'p, ajoyib. Demak, bular ekan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz yangi ko'chib keldingizmi? Ha, siz kimsiz? Men instrument sotaman. Instrument sotar ekan. Ha, okey. Bankomat yo'qmi? Bu yerda bankomat bormi? Men sizlarga nima demoqchi edim? Xo'p. Nima pul yechib olyaptimi? Rostdan ham bankomat ishlaydi ekan. Rostdan ham pul chiqardi. Yo'qmi, mayli. Uyning ichida ko'raylikchi. Ajoyib. Hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan men Kaylan Minecraft va bolalar obunachilar. Men 13-qishloqqa keldim. Da, sizlar hazillashyapsizmi deshingiz mumkin. Yo'q, men 13-qishloqqa emas, to'g'rirog'i 54-qishloqqa keldim. Da, 13-qishloq bilan xayrlashdim. Ha. Ajoyib hazil bo'ldi, to'g'rimi? Yo'q, hazil emas. Men 54-qishloqqa keldim. 13-qishloq ham yaxshi edi, lekin juda katta edi va narxlar qimmat edi. Men bu yerdan do'konda ish topib olganim uchun o'zimga shu yerga ko'chirishga qaror qildim. Afsuski, ayrim bir kredit va qarzlarim tufayli mashinamni ham, uyimni ham sotdim. Negadir bu la'nati eshik bug bo'lib qoldi. Jenurgur eshik. Menimcha bu 54-qishloq meni 13-qishlog'imdan ham yaxshiroq. Hop, siz bilan gaplashganmidik? Ha, men bilan gaplashgandingiz. Instrument sotaman dedingiz, men hozir instrument sotib olmoqchiman. Menda hozircha $20 pul bor. Mana bu bolta va kirka olamiz. Ha, ikkalasi $10dan $20 bo'ldi ko'knas. Xo'p, mana rahmat sizga. Ha, kelib turing. Xo'p. Nima deyotgandim? Ha. Men o'zimni qishlog'imda qarzlarga botib ketganim sababli uyimni qandaydir ko'rmas bloklar sindimi? Shoshmanglarchi, eshikni o'rnata. Yana sindi, la'nat. Nima bo'lyapti? Tushunmayapman. Qani? Ana ajoyib, bug to'g'rilandi. Qandaydir ko'rinmas bloklar paydo bo'lib qolgan ekan. Ajoyib obunachilar. Nima? Kirka ortimda turibdimi? Ha, mayli. Xo'p, короче, men bu yerdan mana shu do'konga ishga kirdim. Video boshida ko'rgan bo'lsangiz kerak albatta. Bu yerda market deb yozib qo'yibdi. Kelinglar, buni market emas, Kaylan market deb qo'yamiz ismini. Sababi axir bu endi mening do'konim, yo'q, mening do'konim emas. Men bu yerda ishlayman. Ajoyib. Let's go sigmalar. Albatta kanalga obuna bo'lishni unutmaymiz. Kaylan market. Xo'p. Market ajoyib, mana tayyor bo'ldi. Skinimga e'tibor qilmanglar. Skinim qandaydir bug bo'lib qoldi. Umuman to'g'rilay olmadim. Bu qishloqda o'zi skinlar prosta shu boylar skin ishlatar ekan. Bizda kambag'allar skin ishlatishi nima desam ekan, mumkin emas ekan. Da, tepamizda даже nikimiz ham yo'q. Da.
Bu juda kambag'al qishloq. So'zlarga aytsam, menimcha bu yer ham hali ko'tarilib ketadi. Mana shu do'konda ishlayman. Kelinglar, mana bu narsalarni ichkariga olib kirib qo'yamiz. Menga hozirgi boshlig'im, menga ishga olgan boshlig'im, ya'ni nima boshliq deydimi, nima deydi? Xullas, o'sha aytdiki, sen hozirdan ishni boshlayver deb, lekin men hozirdan ishlamayman-da. Narsalarni qo'yamiz, lekin borib hozir uyimga borib mazza qilib dam olaman. Bu yerda hattoki notebook ham bor. Da, o'zi ham aytgandi narxlar notebookda deb. Men hozir ishlamayman, u boshlig'im aytaveradi. Og'ziga nima yezi gapiraveradi, to'g'rimi? Da, to'g'ri. Hozir ishladigani bilan hozir ishlarmidim? Yo'q, albatta. Men hozir qishloqni bir aylanib chiqishim kerak. Nima ko'rildim desam, ortimda chiroq bor ekan. Xo'p, bu qishloqda eshiklari ham varaq ajoyib ekan. Men sizlarga aytsam, 54-qishloq. Mana bunday eshiklar bor. Xo'p. Salom Jitil. Salom. Men bir narsani so'ramoqchi edim. Menga mebel sotuvchi uy kerak. Merni uyda ro'parasidagi katta uy. Ajoyib, rahmat. Merni uyini ro'parasidagi katta uy. Mana shu bo'lsa kerak. Ha, mana shu. Xo'p. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling. Menga mebel kerak edi. Ha, mebel olishingiz mumkin. Xo'p, bitta divan. Bu yerda xolodilnik ham bor ekan. Xo'p, xolodilnik ham olaveramiz. Keyin menga mana bunday shkaflardan kerak. 2 ta ola qolamiz. Bizga 2 ta. Sizlarga aytsam, ancha katta ko'proq kerak. Xo'p, bu yerda stollar bor ekan. Mana bu mikrovolnovkani pastga qo'yib, stollarni olib olamiz va 2 ta stul olsak yetadi. Xo'p, mendan qancha bo'ldi? Sizdan $200. $200 mana. Menga $300 berdingiz. Keyinroq kelib yana bir ikkita narsa olib ketaman. Xo'p, obunachilar, men keyinroq kelib yana biror narsa olib ketaman. Xo'sh. Bu yerda divanni hozir mana bu burchakka qo'ysak, keyin bu yerda xolodilnik uchun ideal joy mana bu yer. Ajoyib sigmalar. Albatta, mening kanalimda faqat sigmalar kuzatadi. Shuning uchun obunachilarim kam. Sigmalar ham bu dunyoda juda kam, sizlarga aytsam. Sigmalargina obuna bo'lishadi. Sigma emas, oddiy prosta bolakaylar esa shunchaki videoni ko'rib chiqib ketishadi. Даже videoni oxirigacha ham ko'rishmaydi. Da, endi buni qo'yib olamiz stolni. Stolni mana bu yerga qo'yamiz va xo'sh. Mana bu stol qayerga qo'yiladi? Bu yerda joy qolmadi-ku. Kelinglar, yaxshisi, mayli. Menga farqi yo'q. Mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Ishda kirganda xalaq beradi, keyinchalik to'g'irlaymiz. Uyni kattaroq qilishimiz mumkin-da keyinchalik. O'shanda bu bilan boshqacha gaplashamiz. Xo'p, qishloqni aylanib chiqishim kerak. Men hozir qishloq bilan o'rganib chiqaman. O, mana bankomat, rostdan ham ishlar ekan. Haligi jetel pul yechib oldik axir. Ha, keyin bu yerda ham uylar, bu yerda katta qishloq, katta uylar ko'p ekan. Kichkina qishloq bo'lsa ham tog'larning yon bag'rida ajoyib, sizlarga aytsam. 54-qishloq ham men o'ylagandek meni didimdagi qishloqdan ekan. 13-qishloqqa insonlar kam kelgan, ya'ni o'yinchilar 13-qishloqdan nima deydi? 100 o'g'irishkabi shunaqaroq. Xo'p, mening yangi to'pponcham, pistoletim bilan qo'ylarni o'ltirib, oziq-ovqat olamiz o'zimizga. Ha. Xo'p, bu yerda ham ajoyib, oyog'im. Xo'p, bu yerda bo'ldi. Qishloq kechpaslarga aytsam ajoyib ko'rinar ekan. Boshqa qolmadimi? Mana bu junlar kerak emas menga. Yana bitta qolib ketibdi, mana. Endi uyimga borib xolodilnikka go'shtlarni solib qo'ysam, ertaga pishirib yeyishim mumkin bo'ladi, obunachilar. Xo'p. Bu yerda, xo'p. Bu yerda nima deyotgandim? Da, bu yerda merida tojik vakaslarga aytsam, aytganimdek bu yer kichkina qishloq va merida tojik bo'lmasligi aniq. Bitta 13-qishloqda merlarda toj bo'lardi, xolos, katta qishloqlarda. Menimcha bu yer ham kelajakda katta qishloq bo'lib ketadi. Xo'p, kanalga obuna bo'ling, video tugadi. Ajoyib.